o'lcham olamiz bir dona. Kitobimizda ikki tomonga yoy chizib o'rgatgan, biz bu yoyni chizmaymiz. Qalamimizni ko'tarib olib nomiga kerakli nuqtalarni topib olish uchun yonga qarab yurgizamizda va birinchi nuqta, ikkinchi nuqtani topib olamiz mana. 1 va ikkinchi nuqtani topib oldik. 1 raqam qo'yib ketaveramiz. 2, 3 va 4 nuqtalarni topib olamiz. Mana 3 va 4 nuqtalar. Mana hurmatli ustozlar, endi Z nuqta bilan 3 nuqtani tutashtiramiz. Endi 4 nuqta bilan 3 nuqtani tutashtiramiz. Endi mana tepada bajargan ishimizni pastda takrorlaymizda Z1 bilan birinchi nuqtani tutashtiramiz. Xo'p, endi Z1 bilan ikkinchi nuqtani tutashtiramiz. Xo'p, endi birinchi nuqta bilan ikkinchi nuqtani tutashtiramiz. Va shu joyda o'quvchilarimizga tasvir chiqdi deb savol berishga 1, 2, 3 va 4 nuqtani topib oldik. Bu amalni bajarishimizdan maqsad bizga 5 va 6 nuqtani topishimiz kerak edi va bizga mana bu yerda yulduzcha kesib o'tgan joy 5 nuqtani beradi. Bunisi 6 nuqtani beradi. Va 5 va 6 nuqtalar. Z1 nuqtaga sirkulimiz ignasini qo'yamizda, qalamini birinchi nuqtaga ochamiz. Mana bunday shakldagi yoy chiqadi. Bitta bajargan ishimiz tepada takrorlaymizda, sirkulimiz ignasini Z o'ziga qo'yib 3 bilan 4 ni nima qilamiz? Birlashtiramiz, Xo'p, bu yerda endi biz qiladigan ishimiz 6 nuqtaga sirkulni ignasini qo'yasiz. Qalamini 2 nuqtaga qo'yib 3 bilan birlashtirib olamiz yoki tutashtirib olamiz. Yoki bu amalni narigi tomonda 5 nuqtaga sirkulni ignasini qo'yib 1 bilan 4 ni nima qilamiz? Birlashtiramiz, ya'ni tutashtiramiz, Mana hurmatli 4 nuqtaga sirkulimizni ignasini qo'yib Z bilan 3 nuqtani nima qilamiz? Tutashtiramiz, Mana. Endi shunga qarama-qarshi tomonga qo'yamiz. 2 ga qo'yib Z1 bilan 1 ni nima qilamiz? Birlashtiramiz, Mana hurmatli ustozlar. Endi bularda mana bu kesishgan joylari bor edi-yu, shu kesishgan joylarni biz diqqat bilan qarasak, mana aylananing bu tomonda ham, mana bu pastki tomonda ham bor. Bularga biz 7 va 8 nuqtalarni bersak ham bo'laveradi. Mana. Endi biz nima ish bajaramiz? 7 nuqtaga sirkulimizni ignasini qo'yamizda, Z bilan birinchi nuqtani tutashtiramiz. Mana hurmatli ustozlar. Endi 8 bilan, 8 ga igna, sirkulni ignasini qo'yamiz. Qalamini 3 ga ochib, Z1 bilan tutashtiramiz. Mana hurmatli ustozlar, endi bizga frontal ko'rinishdagi ellipsni chizamiz, Buning uchun biz mana 7 bilan 8 nuqtani qo'ydik. Bularga qarama-qarshi tomonda, ya'ni perpendikulyar tomonda turgan mana bu nuqtamiz 9 deb belgilab olamiz. Pastiga esa 10 nuqta deb belgilab olamiz. Bu nuqtalarni raqamlab ketmasak, o'quvchilarga tushuntirishimiz qiyin bo'ladi va ularni tushunishi ham qiyin bo'ladi. Ana endi qiladigan ishimiz bu yerda. Xo'p, bularga haligi biz 2 bilan 4 dan foydalandik, to'g'rimi? Qaysilar qolib ketdi foydalanmaganmiz tashqarisida? 1 bilan 3 qolib ketdi, to'g'rimi? Endi 1 ga sirkulimizni ignasini qo'yamizda, xo'p, qalamni Z ga ochib, 3 bilan qilamiz? Birlashtiramiz. Yo'q, 2 bilan Z bilan bo'lyapti. Mana. Endi sirkulimizni ignasini 3 ga qo'yib, Z ga ochamizda 4 bilan nima qilamiz? Tutashtiramiz. Bu yerda biz hozir 9 nuqtaga sirkulni ignasini qo'yamizda, qalamini 2 ga qo'yib Z bilan birlashtiramiz. Mana hurmatli ustozlar. Xo'p, endi
Shu ishimizni pastda takrorlaymiz. 10-nuqtaga sirkulimiz ignasini qo'yib, qalamini 4-nuqtaga qo'yib, Z1 bilan birlashtiramiz. Aylanani izometriyadagi qanday ko'rinishlari, ya'ni 3 ta gorizontal, frontal, profil ko'rinishdagi tasviri chiqib beryapti. Oxirgi ishimiz qolyapti. Sirkulimizni ignasini markazga qo'yamiz. Markazga qo'ydikmi? Endi xohlagan nuqtamizga qalamni qo'yamiz. Qaysinga? Ya'ni mana bu ellipslarni xohlagan mana shu tashqi qismiga sirkulimizni qalamini qo'yib aylana chizib olamiz. Mana hurmatli ustozlar, bizda doskamizda yakuniy qismida nima hosil bo'ldi? Shar, ya'ni sfera hosil bo'ladi. Shundan foydalanadi. Ta'kidlab 3-nuqta va 4-nuqtani markaz bilan birlashtiramiz. Tepa o'zi Z nuqtamiz nima qilgan? Birlashgani. Va buni asoslab qo'yamiz. Y o'qlarni qo'yib qo'yaylik. X mana. Xo'p, Y mana Z. X ga mana bu o'qimizga qancha o'lcham bersak, Y ga ham shu o'lchamni berib turib, ingichka chiziq bilan birlashtiramiz. Shu chiziqlarni davom ettirsak, gorizontaldagi o'sha nimasi chiqadi, shartli grafik belgisi chiqaveradi. Keyin, xo'p, Y dan qancha o'lchamni qo'ygan nuqtamizni ham Z ga xuddi shu nuqtani qo'yib turib, bu tomonda ham chiziqlarni nima qilamiz? Birlashtiramiz va narigi tomonda ham xuddi shu amalni bajarsak, 3 ta uning nimasi chiqib beradi, qirqimidagi shartli grafik belgisi bilan chiqib beraveradi.